Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa hafta kuniga jumaizlar 6-fevral Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Gentra'lardan syomka qilganmiz. Mexanika avtomat yili yangi, eski, oq, qora har xil ranglardan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar, kommentariyaga bilan nomni yozib qoldiringlar. Yili necha edi buni? 2021 qop-qora rangidan boshladik. 3-pozitsiya avtomat korobka. Yurgani qancha? 80 ming yurgan. 80 ming yurgan. Pulini imkon qadar yengiroq beraman deyapti akamiz. 4-pokoleniya propani bor. Amerikanga qo'yilgan, optira qo'yilgan. Yumshoq balon. Yana nimalari bor deysiz? Malibu bar, Malibu roll. Malibu bar, Malibu roll. Shondachi, ya'ni qorong'i tushiga o'zi yonadi. O'zi yonadi. 908 mejigar pultlari bor ekan. 908 mejigar pultlari bor. Propani kattadan ekan, 65 talik. Xo'p. Yurgani qancha edi? 80 ming yurgan. 80 ming yurgan 2021. Kraskasi? Bitta nariga kirib, orqa kirib, petnosi bor. Bitta orqa kiriloda petnosi bor. Narxi necha pul bu? Aka yaqinlashtirib 11800 dan ozroq o'tib beradi. 11800 dollardan ozroq o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? Xohlagan dokumenti bo'ladi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Variantga sotilma deyapsiz, ha? Variantimiz yo'q, barter bor. Barter bor. Kecha kuni panirovkalar qildi, o'sha panirovkalar. Bor. Telefon nomeringiz? 97 97 lik 830 830 60 70. 60-70 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2018 navbatdagi Gentra'miz, birinchi pozitsiyaning Euro varianti avtomat korobka. Economizer, ABS, konditsioner, 4-pokoleniya metan gazlari bor. Bu hamma narsasi bor edi-na bu. Balonlarni ko'ringlar. Yurgani qancha? Mana o'zingizlar ham ko'rib olinglar. 236 ming yurgan avtomat korobka. Euro varianti. Pokoleniya metan gaz 2018 1 euro avtomat 236 ming yuribdi aka. Kraskasi qanaqa? Ikkita eshigida petno bor. Ikkita eshigida petnosi bor, moldingni pastida to'la bo'lmasa. Necha pul narxi? Narxini aka 8,5 ming beradi. 8,5 ming kelishlari. Hujjatlari-chi? Chiqaveradi. Variantga sotmaysizlarmi? Barter bo'lsa ham qilaveradi. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz? 91 91 603 37 11 raqamiga murojaat qilasizlar. Xo'p, 2015 dan davom etamiz. Mexanika korobka qop-qora rangidan. Yurgani 370 ming bo'pti. 1 evromi? 1 evro. ABS boridan ekan, konditsioner, 4-pokoleniya metan gaz. Amerikanga qo'yilgan. Motor rasxod qilmadimi? Yo'q, Motorida rasxod yo'q deb aytilyapti. Xo'p. Vodiy bozor kanali. YouTube'da. Salon holatlarini ko'ringlar, azizlar. Yo'q. Xo'p. 100 talik metan gazlari bor, pollari, zavod holati. 2015 mexanika 370 ming yurgan avtomobil. Kraskasi qanaqa aka? Kriloda kapotda yuzaki uslitlari-chi? Shunikilar o'ziniki. O'ziniki. Narxi necha pul? Yaqinlashtirib aka 68 6800 kelishiladi. kelishida. Hujjatlarigachi generalni berasiz? Endi ham chiqaveradi o'zimizdan. Variantga sotmaysizmi aka? Yo'q. Naq pulga nomeringiz? 88 lik 88 277 277 58 58 raqamiga murojaat qilasizlar. 2019 navbatdagi Gentra'miz 3-pozitsiyada avtomat korobka. Yurgani 200 ming bo'pti. Xo'p, metan gaz o'rnatilgan, ABS bor, konditsionerlari bor. Motor rasxod qilmadimi? Yo'q. Motor rasxodi yo'q. Ходовой korobkalari qanaqa? Yaxshi. Yaxshi. Salon holatlariga keladigan bo'lsak, azizlar. Monitor qo'yilgan, chexollar o'rtacha, kovriklari bor, linolen qilingan. Endi baribir har bitta mashinaning o'ziga yarasha ishqibozi bor. Hali kommentariyada eski chiqarmay, yangi chiqarmay deyotgan aka-ukalarimiz bo'lyapti. Kimdir eskiga pul yetadi, kimdir yangiga. Har xil aralashtirib chiqaramiz endi. Bozorda borki mashinani egalari ruxsat bersa chiqaraveramiz. 2019 3-pozitsiya avtomat korobka 200 ming yurgan. Kraskasi nomer tagida petno deyapsiz, ha? Xo'p, necha pul qilib beramiz yaqinroq aka?
Sunnatiga 300 dollar otib beramiz aka. Bo'laveradi. Sunnatiga 300 dollar o'tib beriladi. Narxi necha bo'lyapti o'zi? 9,5. 9,5 ming. Hujjatlarigachi? Bu bo'yi bo'laveradi. Xohlaganini qilib beraverasiz. Xohlaganini beraveramiz. Mashinaga barter variantlarichi? Yo'q. Naqd pul. Iloji boricha. Nomeringiz 50 50 030 030 76 76 32. 32 raqamiga murojaat qilasizlar. 2019 bitta petnosi bor, 200 ming yurgan avtomat korobka. 2022 ga 23 navbatdagi Gentra'miz 3-pozitsiyada avtomat korobka. Yurgani qancha? 95 ming yurgan, 4-pokoleniya propan gaz, ABS konditsionerlari bor. Motor ходовой korobka. Hamma toza yaxshi. Hamma yo'g'i toza yaxshi. Kraskasi ham tozami? Toza. Bu bakovoy o'zi qayerlarmi? Ichki holatlari menimcha kalt suqqandan keyin qayrilsa kerak bu. Yurganda monitor qo'yilgan. Endi u nima narsa emas, nasro'ga xosa bo'ladi. Propan gazlari bor. 2022-23 95 ming yurgan a? Kraskasi Toza. toza. Narxi 13 ming oxiri. 13 ming bo'lishimi? Hujjatlarichi? O'zim nomida. Generalniy beraverasiz ya'ni. Variantga sotmaysizmi? Yo'q, mana. Naqd pulga nomeringiz 95 lik. 95 041 041 0406. 0406 raqamiga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, azizlar, 2019 navbatdagi Gentra'miz kraskasi toza, 136 ming yurgan aka. 136 ming yurgan, kraskasi toza, mexanika, ABS konditsionerlari bor, metan gaz o'rnatilgan. Motor ходовой korobka. Umuman shay. Salon holatlari, mexanika, chexollar yaxshi. To'ralashi shuma izolyatsiya qilingan. Metan gazlari bor. 2019 138 ming yurgan, toza. Mexanika. Narxi-chi? 8600 ga beramiz. 8600 dollarga sotiladi. Kami ham bormi ozgina? Bo'lishi. Bo'ladigan, bo'ldi. Bu akalarimiz internetga deyarli har bozor qo'shadi, ko'p mashina, shunchalik yoki bo'ladigan yoki yaqindan aytib qo'shaveradi. Generalniy bilan bo'lmaydi. Bo'ladi. Nomeringiz 93 93 068 068 0004. 0004. Avtomobil naqd pulga sotiladi yoki DVD mashinasiga barter aloqaga chiqarasizlar. 2016 navbatdagi Gentra'miz yili eskiroq avtomat korobka so'raganlarga 3-pozitsiyada. Yurgani qancha? 210 ming. 210 ming yurgan. Bo'ldi. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor ходовой korobkalari Chiroyli hammasi. chiroyli. Bemalol ustasi ko'rsatib olaveradi, ha? Salon holatlari azizlar, mana monitor qo'yilgan, chexolni yaxshisidan taqib qo'yilgan. Kovriklari bor. Metan gazlari bor ekan, ha? Yurgani 230 dedingizmi? 210 ming. 210 ming yurgan 2016. 3-pozitsiya avtomat korobka. Kraskasi Kraskasi 2 orqa krilo bilan kapoti. orqadan kaltayi bor. Kesib ulanmagan. Yo'q. Yetib olgan. Yetib olgan. Bo'ldi. Narxi-chi? Narxi 8 ming deyapmiz. 8 ming dollar deb aytilyapti, lyuklari ham bor. Xo'p. Bermaganinglar bo'lmadimi? Yo'q, Bo'ldi. Hujjatlari-chi? hujjatlar chiqaradi. Chiqaradi, generalniy. Variantga sotmaysizlar? Variantga sotmaymiz. Faqat naqd barter pulga. qilamiz. Mashinaga barter DVD mashinasiga generalniy bo'laveradi. Telefon raqamingiz 93 lik 93 068 068 0004. 0004 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2018 navbatdagi Gentra'miz mexanikani qora rangini so'raganlarga yurgani qancha? 276 ming yurgan. 276 ming yurgan, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor ходовой korobka qanaqa? Zo'r. Balonlari yaxshi holatda. Diskga qo'yilgan ekan. Mana. Malibu sideniya. Bu ishlaydimi hamma narsa sideniyalar? 2018. Metan gazlari bor. Qancha yurgan dedingiz? 276 ming. 276 ming yurgan 2018. Kraskasi Passajir eshigida, orqa krilada, orqa kapotda. 3 ta deydi.
Ikkita detalli klassika, qaysidir petnoda. Bu ikkita to'lov, bittasi petno. Narxi necha pul aka? 8,5 aytyapti. 8,5 ming aytilyapti. 8,000 dan ozgina tushib beraman. 8 mingdan ozgina tushib beriladi. Hujjatlarigachi Generalni ham chiqib generalni bo'laveradi. Variantga sotmaysizmi aka? 18. Haligi ham bu, ha. Variantga sotilmaydi. Sotolaman bor. Necha 4000 pul puli bor? borga 6 oyga beraman. 4000 puli borga 6 oygacha kelishlar ekan. Nomeringiz 87 87 502 502 91 91 91. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, yil nechi buni? 2018 navbatdagi Gentramiz. 1 yevromi? Yurganichi? 150 ming yurgan. Birinchi pozitsiya ekan bu. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Motor ходовой коробка. Bu ham o'zimizning nomimizda yangi 4 ta balon, diska balon qo'ygan. 4 ta yangi yumshoq balon. Motor ходовой коробка hech qanaqa nimasi yo'q, kamchiligi yo'q. Endi o'zimiz nomimizda degani bu yerda savdo qilayotgan akalarimiz nomida bo'lsa, xohlagan hujjatingiz, xohlagan payt qilib berilaveradi. Shu endi plyus tarafi. 18. O'zimizning nomimizda. Bo'ldi, o'zlarining nomida ekan. Yurgani qancha? Yurgani 150 ming. 150 ming yurgan 2018. Kameraga yomg'ir tushib qoldi. Kraskasi? Qayerda ozgina bitno bor. Ozgina bitno bor mana. Narxi buni, narxi 8200 dan. 8200 dollardan ozgina o'tib beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjatlari xohlagan hujjati bor. Xohlagan hujjati bo'laveradi. 1-2 oygacha pul yetmay qolsa berib turaverasizlar, ha? Mashinaga barter bor. Kiro pul bo'lsa beraveramiz. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p, telefon nomeringiz 93 93 258 258 88 88 84. 84 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2015 navbatdagi Gentramiz. Yili eski qora rangini so'raganlarga 15 yurgani qancha? 250 ming bo'ldi. 250 ming yurgan 1 yevro. Motor ходовой коробка. Zo'r ekan. Zo'r. 250 ming yuribdi azizlar. ABS yo'q varianti. Yevroda o'zi ko'pida bo'lmaydi, xabaringlar bor. Librovka qarshi. Bo'ldi, bir qatorli grovka qilib qo'yish kerak ekan. 100 talik metan gazlari bor. Qo'llari zavod holatda. 250 ming yurgan 2015. Kraskasi qanaqa? Kraskaga tomdan pasti asvejit bo'lgan yengil anaqaga. Tomdan pasti asvejit qilingan. Xo'p, narxi nechi bu? Narxi 6000 dan o'tib beramiz. Suvagi butunmi? Suyaga butun. 6000 dollar kami bor. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Hujjatlari bo'laveradi, Librov hujjati lekin keyin. Variantga sotmaysizmi? Yo'q, variant chiqmaydi. Telefon nomeringiz 50 50 666 666 76 44. 76 44 raqamiga murojaat qilasizlar. 2018 navbatdagi Gentramiz. Mexanika korobka. Yevro ekana bu. Yevro ekana. Ekonomizeri bor. ABS konditsioner, metan gazlari bor. 2018 qancha yurgan? 315 ming yurgan mashina. Ichki holatlarini ko'ringlar. 315 ming yurgan avtomobil. Rasxoti yo'qmi aka buni? Rasxoti yo'q. Endi o'zingizlar kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Metan gazlari o'rnatilgan. Qo'llari zavod holatda. 315 ming yurgan 2018. Kraskasi? Bitta shu oldi kilodami? Narxi nechi pul aka? 7400 kelishlarmi? Bo'ladigani 7400 ekan. Hujjatlari-chi? Hujjatlar chiqadi. Chiqaveradi generalni. Variantga sotmaysizlar? Faqat naqd pulgan. Bo'ldi, nomeringiz 94 94 042 45 45 43 raqamiga murojaat qilasizlar. 2020 navbatdagi Gentramiz 3-pozitsiyada avtomat korobka JKX svetidan. Yurgani qancha? 166. Xo'p, 166 ming yurgan. ABS konditsioner, metan gazlari bor. Amerikanga qo'yilgan. Motor ходовой korobkasi qanaqa? Zo'r. Diskga qo'yilgan. Endi kamerani ozgina tikkaroq ushlayapman, sababi yomg'ir tushib o'chib qolishi mumkin. Xo'p, o'rindiqlari isiydi, monitor qo'yilgan. Metan gazlari bor. Yurgani qancha edi aka? 166 ming yurgan 2020 3-pozitsiya, hamma narsasi boridan Gentram. Kraskasi bitta oldi kiloda petno.
Narxi necha pul aka? 9,5 ming kami bor. 9,5 ming dollar kelishiladi. Savdo qilmadingizmi aka? Yo'q, savdo qilmadim. Bo'ldi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Hujjatlari oldi sotib qilib oladi. Nomiga o'tkazib oladi. Variantga sotmaysizlarmi? Yo'q, variantga bermayman. Xo'p, telefon raqamingiz 90 90 755 755 0404. 0404 raqamga aloqaga chiqasizlar. Lacetti 1.8 qatoridan davom etamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagisi. Birinchi pozitsiyada mexanika korobka. Xo'p, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Uni yurgani qancha? 225. 225 ming yuribdi. 4 ta charm baloni bor ekan. Xo'p, mana. Ichki holatlari yaxshi. Lacetti ishqibozlariga menimcha ma'qul kelaveradigan mashina, chunki yurgani ham yaxshi ekan. Metan gazi bor, zapas balon bor, pollari zavod holatda. Birinchi pozitsiya 220 ming yurgan. 225 ming yurgan 2012. Bu birinchi pozitsiyaga diskga qo'yilgan ekan-da. Kraskasi-chi? Kraskasi bor. Necha foiz? 40% bor. Suvagi butunmi aka? Butun oldilari. Oldilari butun. Narxi necha bu? 5200 dollar beradi. 5200 dollar kami bor. Endi kraskasining evaziga pul yengiroq. Lekin o'zi aslida bu mashina o'zingizlar bilasizlar necha pulligini. Pasportlari yo'q. Hujjatlari-chi? Hujjatlari oldi sotdi. Nomiga o'tkazib oladi. Variantga bermaysizlarmi? Yo'q. Naqd pulga arzonroq qilib berasizlar. Nomeringiz 90lik 90lik 770 770 0076. 0076 raqamga aloqaga chiqasizlar.